Kia Carens. Zo'r mashina ekanlar. Hammaga assalomu alaykum. Hozirgilar kanalning aziz kuzatuvchilari, yaxshimisizlar, chaqqanmisizlar, sog'misizlar? Bugun biza Xudo xolasa yana Kia Xorazm rasmiy dealerlaridan zaga salomlasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda bugun oilaviy mashinalardan birini ko'rib chiqamiz. Kia'ni oilasini mansub bo'lgan Kia Carens ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Bu mashinaning obzorini ko'rmaylar ham bo'lishi mumkin. Qulayliklarini, komfortini, oilaviy mashina deb aytib biz bunga chiqib bilan javob berib xullas. Hammasini bugun Shahriyor Ag'am bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ag'am mashina haqida bir qisqacha ma'lumot bersangiz boshida. Xo'p, Farruh bu mashinamiz 6 messali oilaviy cross-train avtomobil hisoblanadi. Avtomobilda 1.5lik atmosferli va 1.5lik turbinaviy motor turadi. Dastlabki 3 pozitsiya 1.5 atmosferli motor bo'ladi. Eng oxirgi full pozitsiyasi 1.5 turbinaviy motor bo'ladi. Atmosferli motorlarimizda metan, propan 80 ga ketaveradi. Turbina motorimizda propan yoki 91 dan dapa benzin solish kerak bo'ladi. Demak, bu birinchi pozitsiyasini ham metan qo'ysa bo'ladi, pon. Benzin saylamaydi. Ikkinchi, uchinchisi ham qo'ysa bo'ladi. Uchinchi pozitsiyasini ham qo'ysa bo'ladi. Undan metan qo'ysa, unda dumam zo'r. Atmosferli oilaviy mashina. Zo'r. Xo'p. Yana nov narsalari bor. Azalt avtomobilimiz bu durg'ani 4-pozitsiya eng full varianti. Avtomobilimiz narxi 430 million so'm bo'ladi. Bu full varianti. Faralari to'liq LED bo'ladi, diskalar 16lik razmerda, lyuklari, ichlari kojinli bo'ladi. Birinchi pozitsiyasi necha? Birinchi pozitsiya 315 million so'm bo'ladi. 315 million so'm. Uni nov kamchiliklar bo'ldi bundan. Endi bundan kamchiliklari lyuki, shoxi, faralari galogenoviy bo'ladi. Lyuk bilan shox bo'lmaydi. Faralar galogenoviy, diskalar damir diskali bo'ladi. Sidena koja bilan tkanoviy kombinatsiya ishlanadi. Ya'ni o'rtasida tkanoviy, chet koja bo'ladi. Akustikalar bo'z bo'lmaydi, eldagi sidena qizib sovutmaydi. Funksiyalari farq etadi. O'zi bunga qaraganda 315 million birinchi pozitsiyasini olsangiz ham, hozir masalan o'zimiz hali yetib turgan mashina degan mashinalarning ustidan sal qo'shsa, oilaviy mashina olsa bo'ladi. Zato baland, ham bir Kia'ni odi bor. Motor ham bir o'zimizga qaraganda tanlashi yaxshiroq menimcha. Yaxshi. Ichini salonidan bir qisqacha aytib bersangiz, ag'a. Salondan asosiysi ag'a 315 milliondan mashina gabaritini ko'ring. Shuni aytibman, gabarit bo'ldi. Katta mashina. Nov narsalar bor salonda. Xo'p. Salonni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mashina yonda. Old ikki sidriyasida obduf va podogrev funksiyasi bor. Isitadi, sovutadi, dekantadan aytganda. Ham old orqa elektroniklari, haydash rejimlari bor, besprovodniy zaryadka bor. Podsetkalari ham turadi. Kabellar yanada geçti. Zo'r. Klimat kontrollari bor. Monitor, rullar elektronli bo'ladi. Keyin orqa xatolar uchun ham har kim uchun oddiy depadan defekt. Endi defektni ham dinni bor ekan. Qaranglar, bunda orqa uchun ham dinni. U to'rdagi uchun ham bor ekan. 3-chi qator uchun ham dinni bor ekan. Zo'r. Bu narsa lyuki. Ochib qo'ygan joylari. Ochib qo'ygan joyina. Ayirboqlari stoykalaridan bo'ladi. Sidenalardan ayirboqlar. Sidenadan ayirboq. Sidenadan ayirboq yani. Sidenalar chiqadi. Keyin bu mashina eng yaqin joy deysizlar, ham qaranglar. Stakan chiqana qaranglar. Stakan. Bu yerdan bor, xolasangiz. Xolasangiz bu yerdan bor. Alloh ko'p qo'ysangiz tennisdan bor, tushib ketmaydi. Zo'r. Ham sovuq urib turadi bu yerda konditsioner yozdigan. Bu yerda pravosira va plastik o'shadan qo'ysangiz bo'ladi yana. Keyin ham bu narsalarga nima o'xshaydi? Ya car rejimmi, nima deydi? Nizar Karoska rejim. Tak, bu depadan tushgandagisi o'xshaydi. Sport торможение. 3 xil rejim bor ekan, eco, normal, sport. 3 xil rejim bor. Tak, bori bo'yina bu eldini ustiga o'ch qo'ysam bo'ladi ekan. Qolasangiz teyinayni. Mana xodimga Bu narsasini olmayman. Bu yana yoqib qo'ysangiz, konditsioner yoqib qo'ysangiz, bu yandan uflab turadigan tepa konditsioner. Aynan. Banishlimi yo baqlashgan so'lni yoqib qo'ysangiz, buni yoqib qo'ysalar, suvlarimiz buzdiradi. Bu orqa tarafdan ham bor. Bundan bor. Shundan bor pensinda. Zo'r. Endi bu nalar ham center zamokka bor, qarang. Ne объяснил qaranglar? Center zamokka. Zo'r. Pultlar zajigania bo'ladi. Postoyanadang? Zo'r. Akustika ham bo'z. Bo'z akustika. Motorni ochib ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. Motorni chiqib qoladi. Unda mashina motorni qiziqamandan, o'zimcha g'aybada yarasha motor ham shuni yarasha bo'ladi-ku. Eng oxirgi pozitsiya bunda 1.5lik turbina motor, bu 160 ta ot kuchine ega bo'ladi. Maksimal tezligi necha bo'ladi? Maksimal tezligi 240 bo'ladi. 240 ga chiqadi maksimal tezligi. Mana motor. Paranam yoqib ko'rsatsalar,
Birinci pozisiyası şunda atmosferli bo'ladi bularni. Ava birinchi, Birinchi, ikkinchi, uchinchi pozisiyasi atmosferli bo'ladi ekan 315 ming so'mdan boshlanadi ish mashinamiz. Oilaviy 6 odamli ya'ni 6 mestal mashinasi arka taraflardan ko'rsataman. Qulaylik dum zo'r. Yangi kislik o'tirib yana bir narsalar bo'lmaydi. Ya svetliyanisi. Pоворotda bu sar bo'lgan. Az endi gündüz yo'nalsa sizlar bilinmaydigan bo'lishi uchun, lekin geçishda qo'shib bo'lib yanadi bu. Bizning Xorazmda bu mashinadan kam menimcha yog'i Xorazmda kam elang. Toza geldi bu model o'zi. Toza. Olsangiz Xorazmda bir olib yurishlayna. Oilaviy Carnival ondan ham ketaveradigan mashina. Carnivalni byudjetli varianti desak ham Carnivalni bo'ladi. byudjetli variant haqiqiy. Carnivalda biz farqi menimcha bunda 2 lyuk bo'ladi. Bunda 1 lyuk bor ekan. Endi chandan ko'ramiz yazangiz yana. Arka tarafini. Ucun arkasının ululuğun önceden bize izlenen bu eshikdan ham bilasiz. Salon çalın. Long kuzovda ishlar. Ishtoka bazavasi o'zida. Perdeler uzunda zavutçuk olada gelen. Ava. Xalazada tanıyoçam rup koyasılar, xalazanızda yok tanıyoçlardanız perdenin üzerimiz oyuna. Geçtiğim uçuk koy görüyorsalar. Ballana arkamda deseniz mümkün. Ana neyinizde ballanızımın desenize köçen görüp gitesi geladı koyuna. Açık koyasılar görüp gitarlar. Arka o'tisham farqodim. Arka tushib bo'ladimi? Ha, bir de knopkasi bor. Ha, knopcha mı? Bosib bersak, Tak bandan gelamiz ekan. Knopcha bor banda ekan. tiklab ber. Ha, o'zi tiklab berami? Ava. Qaysi knopcha bo'lsiz og'a? Endi knopkasi. En yanında knopchası var ekan, operator yapıyor. Hem de knopchası var ekan. O'zi tiklab beradi ekan. Aslan öteselerden ya. O'zi o'tiraverasizlar yana. Lashtirat bizlar toza majin paketlari turibdi yana. Yana. Chemonimda diklisizlar yana. Arkasından zor ekan bunu yana. Geng. Bana arkasını göster operator yana. Normalde joy kalk turibdi o'rtada yana. Dizim bilan ishida. Hamma 2 barmoq joy bor. Ha, qo'l qo'ygan ham bor ekan. Bu yan tarafı eshikka, bu yan tarafı kapitanskiy bo'ladi. Oho. Hey, keyin operator bana gelse mi arkasından zor ekan. Buni bundayna telefon zaryad qo'yib Type-C ham bor ekan arkadakilar uchun. Type-C ham. Bundayna denli konditsioner, denli pechka konditsioner uchun. Svet yanalı, led ekan. Keyin bundayna narsa istaganchiki suv bilan qo'yib qo'yasizlar, imperativ telefon qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, dikina qo'yasizlarmi, ham bajana qo'yasizlarmi, xullas. Hamma zo'r joy farqi. Oh. İşe kedaman degan muratlar uchun men kompyuter qo'yib kessa ham bo'ladi. Bak, qo'yasizlar shuradan ketaverasizlar. Zo'r ekan, arkasi keng ekan bunaqa, men dar bo'lsa yerda bo'ladi. Keng ko'p keng. Arkasi keng ekan, zo'r, yana qo'l qo'yib ketaverasizlar. Haqiqiy bir yani bizlar zo'rlar ham bor, bir 5 so'ra bor, jilisi ketib, Surxondaryoga, Qashqadaryoga ketamizdan biz shuning ballarga kerak mashina ekan bu. Qaqrazini 6 olazlardan arkaga 2 odam, beri 2 odam, o'ngina 2 odam, 6 olazlardan ketasizlar o'zim. Bir yalmıga atmosferinizni olsangiz ekonomishlik bu. Gitganlaringizdan rasxod kam bo'ladidan metan qo'ysangiz ko'dim zo'r. Hajab qolib kelasizlar. Rasxod kam, yo'q bilan arzon tushadi. Tak, endi meni o'tib ko'rsataman. Kengligini göz para, farq klientlari. Nerni? Kengligini. Ha, bonam yotadi ekan, ha? Bonam yotirsa divan bo'ladi-ku bu, og'a. Bonam yotirsa yana ko'rbajan tashiysizlar. Ketaveradi. Buna spaynda farqi yo'q yana. Divonni tashiysizlardan ketaverasizlar. Ha, reminni o'tirib ko'rdingiz ham bor ekan. Joylar bor. Takirda yurmaydi, remin. Chek. Yoqdimsizlar ham mashina? Tamam. Mana. 315 million zo'r mashina. Meningcha eng arzon narsalar katta mashina. Bering buni olsin buni. Bu kreplение. Masalan, Novespa. ko'p odamlar orqada tarvuz qo'ng'u ikkisi yumulanib ketadi-ku. Setkasi bor. Setkani qisirib bosib qo'yadi-da. Yo'q, ya bagaz. Ulu bagazdan tarvuz qo'ymasmak. Dekansil ham ketaveradi mashina. Dekansil ham ketaveradi. Hammasi ketadi ekan bu mashina. Yana depadagi deflektorlarni banaligraf ketadilar. Ha, endi arkada endi boshqa sanasa bo'ladi ekan. Boshladi. Mana ishlab boshladi. Sovuq yana berib boshladi. Men beram Type-C. Ya aytganimga ibedan ochib qo'ysangiz, bu yerdan suv qo'yib qo'ysa, ibedan suv kirib turadi. Ha, bu yerdan ham sovuq. Orqa uchun ham Arka uchun ham. xodiniki bor ekan shunda. Xodiniki hisobidan. Xodiniki hisobidan bu narsa. Mana. Endi operator bondan kelsa, meni ko'rsatamasizlar mana mashinani. Meni iqtilar ekan. Bu sidrlar orqalaridan surilamiya bir xil durami, og'a. Suriladi. Ha. Buni ham mashina yatirish kim meni o'xshaydi. Yana, bu ham yotib turiladi ekan yana. Chek. Mana. Men beraman, qo'yasizlar.
İşte ikkita razlayam dastagan chiqqan bu. Zo'rlagan pulni menimcha arziydi. Sizlar nima bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. 315 million so'm. Menimcha zo'r. Yengligini ko'rib turibsizlar. Komforti zo'r. Aeroport yana samolyotda minganda yaxshi bo'ladi. Samolyotni narsa ekanda chiqadi o'n joyi. Poqat-poqatlanib beklangiz uchun. Sanfellari menimcha zo'r, kolonkalari Bu Bose firmani akustika bilasizlar. bo'ladi. Bose akustika zo'r. Pərdə, aytqanım. Xalalar çıxıb qoysa, xalalar qoysa ilə böyük. Fullunu 400-çədəyiz bunu? 430 milyon var fullayız. Fullu, eng fullu işi biz sizlərə göstərənimiz 430 milyon so'm ekan. Əgər bana büdjetlisi kerak desənizə 315 milyon so'm ondan lüki bo'lmaydi ekan. Keyin diskasi o'zgargan, sveti. Ava, keyin hamda bu atmosferni bo'ladi, lekin menimcha 315 ham normal değil. 3-cü pozisiyasi necha so'm? 310, 3. pozitsiya 410 milyon var. 3-cü pozisiya 410 milyon. 410 milyon o atmosferni axir. Atmosferni var. 3-cü Yani pozisiya. uzun uzoya var, eğer naqd alaman dediğin klientlere 15 milyongacha chegirmasam bo'ladi. Ha, buni chegirmasi bormi? Ava. Hozir 315 dan bormi? Yo'q. 315likda 10 milyon so'm qaytib bilamiz, bularda 15 milyon qaytib bilamiz. Naqd olingan vaqtda. Kreditdan bo'ladi. Kreditdan qaytib beriladi. Kreditdan bo'ladi. Kredit alsan necha foizdan tushadi ishini? Necha foizdan beriladi o'zi bular? Necha foizga qilish kerak? To'g'risi o'zini pul bo'ladi. O'zini pul bo'lib turasiz. Eldan necha foizdan bersak? 40% bersangiz 1 yil bo'ladi, 60% bersangiz 1,5 yil bo'ladi. Foizsiz bo'lib turadi. 60% necha so'm bo'ladi taxminan? 315 girinkan? Yo'q, 315 lik emas, va rassrochka klientdan eng fulunda bormi? 3-4 pozitsiyada bor. 410 milyonlik bo'ladigan bo'lsa, 60% ni to'lab beradilar. Birdan tushuninglar, 410 million so'mga atmosferni inan bu biz sizlarga yo'z turamiz. Bu turbo. Bo'lgani motor almasmi? Motor boshqa, hamma bir xil. Lekin men endi tavsiyam ko'pchilik endi tez yurish uchun turboni yaxshi ko'radi, lekin men tavsiyam, men o'zim shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, atmosferli motorga menimcha yaxshi bo'lsin desa, metan ham yetaveradi unga, propan ham yetaveradi. Metan bizlar uchun eng arzon variant bo'lib turibdi hozir chasangizlar ham. Metanni qo'yasizlar, orqaga ijara bagajga joylashtirib beradilar. Teyin o'rnashadi. Pon yuraverasizlar. Teyini joylashadi. Teyin o'rnashadi. Bagajdangiz ham qoladi ekan yana. Zato yine komfort, oilaviy mashina, uzoq yo'lga ketsangiz, ota-onalaringiz olib ketsangiz, oilalaringiz bilan ketsangiz, dum zo'r mashina. Karnivalning byudjetli varianti. Mana, ko'raverasizlar. Zo'r mashina. Akkuratni ham Merina hech yerinde bir gap topqiring, menimcha narsasi yo'q. Pulni istiyorshi arziydigan mashina. Yana narsalar bor buni aytmoqqa. To'q. Endi aytamiz desak, mayda juda detallari ko'p, parktroniklar. Ha, yana knopkasi ichida patroniklarning knopkasi bor. Patronikga o'chirib qo'yish knopkasi bor. Uni yoqib o'chirish nima uchun qo'yadi? Pastdan ishlatsa bo'lmaydi. Kimdir o'z orienterini olib biladi, unga ya to'siq borligini biladi. Titrab yotganda yoqmaydi. Ovoz yoqmaydi. Ovozni o'chirib qo'yish. O'chirib qo'yish. Arkasında 4'lüsü var ekan, eldinden neçesi var? 4'lüsü bor. Eldinden 4'lüsü var. Zadni kamera bo'ladi. Zadni kamera hammasida bor, bazıdan bo'ladi, xudo xohlasa. 315likdan bor zadni kamera. 315likdan bor. Mana, hamma o'zi tayyor. Byudjetli mashina qidirib yurganlar uchun menimcha zo'r taklif. Yana chegirmasam bor, desangiz. 80 benzinda yuradi. Metan propan ketadi. Og'achi yana bir savol bor. Kreditdan masalan rassrochdan to'lamayam 40% pulim yo'q desa, kreditdan chiqarib qo'yaman, buni arzonroq. Aslida 10% bilan chiqarib beramiz, aytib o'tdik-ku boshida. Eldinden 10%'ni 10% to'laydilar, 5 yilgacha kredit chiqarib beramiz, xudo xohlasa. Foiz necha foizdan bo'ladi? Agar 3-4 alaman desalar 18% dan chiqarib beramiz. 1-2 pozitsiya bo'lsa, uni sanet bilan bir xil foizda bo'ladi. Sal balandroq 18 bo'lmaydi. Ha, shunda 410likni olsa, eldinden 10%'ni to'laydi, 41 million so'm bo'ladi. 41 million so'mni to'laysalar, keyin orient taraf qolgan pul 18%dan 5 yil. Anasılari. 18%dan arzon, hem arzon foiz, hem sizlarni orzularingizdagi ko'nglingizdagi menimcha mashina Karens bo'lib biladi. Boshqa ma'lumotlar menimcha hali aytadigan narsalar ko'p, lekin iloji boricha biz sizlar ming marta aytganimiz bilan ming marta ko'rsatganingiz bilan baribir o'zingiz kelib, ko'zlaringiz bilan ko'rib, qo'lingiz bilan tutib, mashina deb yurmayinchalaringiz ko'p narsani bilmasliklaringiz mumkin. Shuning uchun iloji boricha Kia Xorazm rasmiy dilerni o'sha avtosaloniga kelsangiz, test drive ham mashinalari bor, bemalol haydab yurishingiz mumkin bo'ladi. Biz hozir Kia Xorazm rasmiy dilerini toza o'sha lokatsiyasindamiz, yangi manzildamiz. Xudo xolasa bir yaqin arada tez arada ochilib qoldi. Ochig'ini keyin marta aytamiz. Hozircha esa ishlab turgan manzili Taxta bozor yo'lida Glasspro'ni ro'parasida joylashgan. Pastda nomerlar chiqib turibdi. Telefoningizga agar manzilni bilmasangiz, telefon manzilni aytib qo'ying desangiz, lokatsiya tashlab beradilar. Bemalol kelib, ko'rib, haydab ko'rib, orient tarafini o'zingiz kelishsangiz bo'ladi. Xullas, bugun sizlarga Kia Carens'ni qo'llangancha bizga ko'rsatchaga va ma'lumotni ko'rsatib bildik. Videomiz shu bilan o'zini qaytib aytdi. Qimmatli vaqtlaringizni yetirib bizdan ko'p turganingiz uchun
Sizlarga katta rahmat va qimmatli vaqtingizni yetganingiz uchun mo'yliman rozi bo'lasizlar deb umid qilaman. Hammaga rahmat. Sog' omon bo'linglar.